Beshi to'y qilishingiz kerakmi? Videoni o'tkazib yubormay turing. Bu kalaskamiz aynan siz uchun bo'ladi. Sababi bu kalaskamizni beshi to'yga olib borganingizda ham uyaltirib qo'ymaydi. Kichkina ixcham bo'lib yig'iladi, o'tiradigan, yotadigan holatda ham bemalol foydalansangiz bo'ladi. Juda ham funksiyasi ko'p. Hozir funksiyalarini birma-bir ko'rsatib beramiz. Bu kalaskamizni birinchi bo'lib ko'rinishiga alohida e'tibor berasizlar. Juda ham chiroyli ishlangan. Komplektda nimalari bo'ladi? O'zini sumkalari chiqadi. Bemalol farzandinglar pampersini, kashalarini solib qo'yib foydalanishingiz mumkin. Ichki qismiga keladigan bo'lsak, o'zini yumshoqqina porolon matraslari chiqadi o'zini ichidan. Komplektdan farzandinglar yumshoqqina yotish uchun juda ham mustahkam, juda ham qo'l keladi. Xo'p, keyingi qismi kalaskamizning yig'ilishi bo'ladi. Yig'ilishi qanaqa bo'ladi? Knopkasi bo'ladi ikkita chetida. Aylantirib, tashqi tomonga qaratib qo'yib olasizlar. Birinchi funksiyasi va ikkinchi funksiyasi mana. Va oxiri tepasidagi knopkasini shunday bosasizlar. Yig'ilishi mana. Juda ham oson va ixcham bo'lib yig'iladi. Bemalol mashinaga solib ham olib ketsanglar bo'ladi. Juda ham yengil hisoblanadi bu kalaskamiz. Gabaritiga nisbatan juda ham yengil bo'ladi. Kalaskamizning o'tiradigan holati qanaqa bo'ladi desanglar, zimni cho'xonlarini yechib qo'yasizlar. Oldida zamoklari bor, zimni cho'xonlarini yechib, bemalol o'tiradigan holatga keltirsanglar bo'ladi. Tegida remen qismlari bor. Remenlarni shunday bir-biriga o'tkazib taqib qo'ysanglar, farzandinglar mana shu holatda bemalol o'tirib sayrga olib chiqsanglar bo'ladi. Kalaskamiz juda ham zo'r, sifatli bo'ladi. 0 dan boshlab bemalol 3-4 yoshgacha ham foydalansanglar bo'ladi. Farzandinglarning sig'imiga qarab, ya'ni sig'ishlariga qarab bemalol foydalanaverasizlar. Balonlarga keladigan bo'lsak, rezinoviy bo'ladi. Temirroq pachivnilik hisoblanadi buni. Balonlari, ya'ni ko'rishingiz mumkin. Juda ham mustahkam, aylanishlari juda ham yumshoq bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, bizga bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz ham mavjud. Ishonchli va tez yetkazib beramiz. Narxiga keladigan bo'lsa, narxini 1 million so'm qilib qo'yganmiz, murojaat qilaverasizlar.